Birinchi qo'l eng arzon narx shularda. Dillermi yo distributor? Ha, birinchi qo'l distributorlar. Любой joydan arzon narxda mana shu elegant generatorni ham, nasosni ham topshirishadi. Gap yo'q. Turbina ish qog'ozlari bormi? Hop, motor, generator, bu yoqda radiator, stator 24 volt, 212 voltdan. Nimani motori bu? Topinglar. Tak. Uni ko'rishingiz mumkin. Bu dvijok. Aver sistema bilan jihozlangan, ya'ni aqlli. Undan tashqari ko'rasizlar, hamma narsani displeyda ko'rsatib turadi. Sizlar svet ketib qolgan paytda generator yo'q degan tushuncha bo'lmaydi endi. Svet ketsa avtomatim yonadi, svet kelsa yana avtomatim o'zi o'chadi. Generator kattaligini qaranglar. Andijonda dealer bo'lib Toshkentga ham olib kirar ekanlar. Elegant, mana ko'rasizlar, elegant brendini o'ziga olib kirishar ekan. Bu yerda nimalar sotishadi? Bu yerda shu dvijok, ya'ni biznesmen, hani to'yxonalar quradigan, katta zavodlar quradigan akalarimiz uchun aynan mana shunaqa uskunalar olib kelib sotishadi. Qaranglar, bu bor-ku, salarka ishlar ekan, qishga o'tdi mana -40 ko'rasizlar, bunga aka quyavering bo'ldi. Bunga mana antifriz ham quyilar ekan. 1 yil kafolati bor. Mana buni qaranglar. Voh, mashalloh. Bu oddiy generatorlardan emas, ko'rasizlar, juda ham aqlli generator. Bu abagrev sistemasi, ya'ni qishda zavod bo'lishi oson bo'lishi uchun. Generator qidirib yurganlar o'zi tushunadi. Besotchniy, ya'ni cho'tkasi tamom bo'lib qolmaydigan generatordan. Mana bu yerda vin kodlari ham bor, ko'rayotgan bo'lsanglar. Даже motori ham vin kodi bor. 1 yil kafolati bor. Endi katta biznesmen akalarimiz kuzatishadi bizani. Shularga mana tavsiya, bemalol pastki nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. O'ng qo'limiz aeroport, chap qo'limiz Qumbozor. Kevrasizlar, mana ko'ryapsizlar, dvijoklar sizlarni kutyapti.